Masha. Qanday qilay? Bo'ldi, video olma. Ha. Voy ishlaylar. Mana assalomu alaykum. Boshladik mana bobo dehqonlar. Boya boshlagan. Ikkinchi uzum boshlandi. 6000 so'mdan. 5,5%. Qamishlar ichidan beryapmiz. Tarvuzlarni qarang, mashalloh. Hoppa. Naryoqlarda ham Mana qamishlarda ko'rsataymi? Mana shu qamishzorda bo'lgan tarvuz. Ana tarvuz chiqishi. Demak, haydalar qo'yganmi? Oyoq qo'limni qo'yib, tuzat qiltirib qo'ymaymiz. Har narsa ko'rmanglar, lekin internetga chiqadi, 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Internetga chiqadi. TikTok, Instagram, YouTube hammasi bor. Aka o'zi postlarni 2000 qadar ko'p odam ko'rmadi. Tomosha qilasan-da. Buni mana bu yerga dimlash kerak aka. Men oldimga qo'y, men dimlayman. O'zini qarashini bir joyga qo'yib qo'yaman. Tezlatega gap ko'p bo'lib ketyapti. Oltini. Yo'q, hammasini. Bu olsa bo'ldi. Men ketaveram. Aka, naryoq tarvuzlarni ham olar. Aqdimi? Boyagi masala joylarni. Puli ko'plar ko'lga boryapti. Bitta men kam ta'minlangan edi. Tarvuzlar. Oltmingni olindi, ichida başta 5 kilolisi yo'q, 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Tarvuzlar zo'r. Xudo xolasa Namangan vodiyga, Namangan To'raqo'rg'on